Assalomu alaykum azizlar. Mana biz keyingi videomizni boshladik. Bugun juda ham sirli va o'z tajribamdan kelib chiqqan holda, xo'sh, yangicha bir loyihani boshlamoqchiman, ya'ni yangi o'yinni boshlayman mana. Qarangizlar. Nevgame bilan boshlaymiz. Bu yerda 1440-yillarni berib qo'yibdi, ya'ni 15-asrning yarimlariga kelib qolganmiz. Va bu yerda O'zbek xonligi, Temuriylarning bo'linib ketgan va yaqin sharqqa ko'cha boshlagan holatlari, bu yoqda qoraxonliklar hamda qora quyunliklar hamda oq quyunliklar. Bir tomonda Usmonli imperiyasining endigina rivojlanib borayotgani, lekin mana ko'rib turganingizdek, hozirgi Rossiyaning R harfi ham yo'q va Xitoyni ham X harfi ham yo'q. Hindistonni H harfi ham yo'q. Xo'p, bizni mana o'yin boshlamoqchi bo'libmiz, ya'ni biz Turkiston jamiyatini o'ynamoqchiman hozirda. Bu uchun nima qilamiz? Mana yaxshilab e'tibor berishingiz mumkin bo'ladi. Mana 0 dan qaytadan ko'rsatmoqchiman. O'yinga kirasiz, New Game'ni bosamiz. Mana bu yerda options, ya'ni qandaydir funksiyalarni ko'rsatib qo'yibdi. O'sha yerda Xo'p, mana ko'rib turishimiz mumkinki, 1440-yil 498 ta sivilizatsiya degan yozuv ustiga bir bosamiz. Mana shu yerda Modern World, ya'ni hozirgi dunyo, ya'ni nisbatan 2018-yilga tushamiz. Keyingisi Braziliyaning birlashuvi yoki Amerikaning birlashuvi, keyingisi futbol bo'yicha janglar, keyingisi World War 2, ya'ni World War 2. Ikkinchi jahon urushi. Mana aynan mana shu joyga kiramiz. Ko'rib turibmizki, biz bu yerda Buyuk Sovet ittifoqini, xo'p, mana bu yerdagi buyuk davlatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aynan mana shu yerda yaxshilab e'tibor beramiz. Yana options, ya'ni funksiyalarni bosamiz. Ba'zi bir bizni kanalimizdan ko'rganlar va bizni kanalimizda ishtiyoqlariga aylanib borayotgan shaxslar uchun mana qarang, qarab turishingiz mumkin bo'ladi. Al aggressiv aytayaptiki, men o'ynayapman, men bilan aloqalari yaxshi, lekin boshqa davlatlar bilan urushib, mendan-da tezroq hududlarni kengaytirib oladigan davlatlar ko'payib ketyapti degan gaplar chiqdi. Mana yaxshilab e'tibor beramiz. Aggressiveness 125%, ya'ni ingliz tilini yaxshiroq bilmayman, shuning uchun o'zbekchani qo'shib ketyapman. Mana bu yerda game speed bor, ya'ni o'yinning tezligi. O'shani maksimal, ya'ni 200% ga ko'taramiz. Agarda mana shunday meni hududimdan-da tezroq ularning hududi kattalashib ketyapti, ya'ni jahon urushi ko'proq ziddiyatlarga boy bo'lyapti deyotgan bo'lsangiz, mana bu yerdagi aggressivenessni mana 400% ga ko'tarsangiz juda ham urushqoq bo'ladi, ya'ni hard o'yin, ya'ni qattiq qo'l o'yin bo'ladi. Agarda mana bunday eng pastki darajasiga olib keladigan bo'lsak, xo'sh, eng pastki darajaga olib keladigan bo'lsak, qani edi? Bu yerda urushqoqlik darajasi tushib, ya'ni nima? Do'stlik aloqalari nisbatan yaxshiroq kechadi. Shuning uchun endi undan ham muhimroq joyi, biz yangi Turkiston, ya'ni Turkiston Jumhuriyati 72 kun yashaganda, lekin biz o'shani buyuk Turkiston jamiyatiga aylantirmoqchimiz. Buning uchun mana ko'rib turibmizki, hech qaysi mana aylantirib ham, o'rgiltirib ham ko'rishlaringiz mumkin. Hech qaysi bir davrda 72 kunlik davlatni xaritada ko'rsatmagan. Demak, bu uchun nima qilamiz? Birinchi o'rin geografik joylashuviga nisbatan Sovet ittifoqini tanlaymiz va o'yinni boshlaymiz. Sovet ittifoqini tanlagandan so'ng, xo'p, mana o'yinni boshladik. Moskvani bizning poytaxt deb ko'rsatmoqda o'zlaricha, lekin bizga bu narsa kerak emas. Xo'p, mana yaxshilab e'tibor beramizki, bugun asosiy ishimiz sizlarga o'yinni, ya'ni o'yin bilan aloqalarni rivojlantirish emas, balki o'yinni boshlash strategiyasini o'z tajribamdan kelib turib bo'lishmoqchiman. Xo'sh, demak qaraymiz, mana o'yinga kirdik. O'yinga kirilgandan so'ng yaxshilab e'tibor beramiz. O'yinga kirganimizdan so'ng hech qanday bu narsadagi aloqalarimizni bermaymiz, umuman e'tibor ham bermaymiz. Bizga kerak ham emas. Endi asosiy bosqichimiz mana
Mana bu yerda relis vassal, ya'ni vassal mana nima deydi? Ish qilib o'shadan o'ziga o'xshagan kichkina jo'rachani hosil qilish demoqchi, shunaqaroq demoqchi. Mana o'shani bosganimizdan so'ng mana bu yerdagi qarang, mana e'tibor beramiz. Play as a reset vassal deb yozib qo'yibdi. O'sha joyni X turibdi. Ya'ni o'sha biz chiqarayotgan vassal bo'yicha o'yinni davom ettirasizmi deganda X yo'q deb turibdi hozirda. Lekin biz uni plus qilsak, ya'ni nima птичка qiladigan bo'lsak, ha degan ma'noni anglatadi va endi biz mana bu yerda geografik hududlarni joylashtiramiz. Ya'ni hozirgi Markaziy Osiyo C5, C5 davlatlar hududini tanlab olamiz. Bularga mana bunday boshlaymiz. Aniqroq qanday tuzilishini bilmayman-u. Men o'zimcha mana shu daryo bo'yidan olib ketaveraman. Qanchalik katta bo'lsa ham o'zimizga yarasha qilib olamiz. Lekin bir yomon tarafini aytib o'tishim ham kerak. Juda ham hududingiz kattarib ketadigan bo'lsa, o'z aholini o'zlashtirish mobaynida vaqtdan yutqizib qo'yishingiz hamda tashqi siyosatda qaramligingiz juda ham oshib ketishi hech gap emas. Shuning uchun xo'sh, iloji boricha o'rtacha yoki o'zimizga kerakli bo'lgan hududlarni egallab olishga harakat qilishimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi deb qolaman. Va mana Markaziy Osiyo, ya'ni hozirgi Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlarini belgilab chiqyapmiz. Va aynan mana shu hududlarda biz keyingi bosqichlarni o'z o'yinimizni davom ettiramiz. Xo'sh, yana bir bor aytib o'tyapman va guruhimizning shiori, ya'ni kanalimizning shiori qilib qo'yibmanki, bizni real hayotda hech qanday davlatga yoki hech qanday millatga o'z adovatimiz yo'q. Mana endi belgilab chiqdik. Belgilab chiqqanimizdan so'ng kapital, ya'ni set kapital mana bu yerda so'roqcha qo'yib qo'yibdi. O'sha joydan tanlashimiz mumkin bo'ladi. Hozirda bizning eng katta joylarimizdan biri Toshkent, lekin bizni Tolkonur qayer bo'lishini bilmadim. Endi qaysi topilmay qoldim. O'sha joyni poytaxt qilsangiz bo'ladi degandek gap bo'lyapti, lekin men unday qilmayman. Men tarixiy jihatdan e'tibor berib qarayman va Samarqandni, mana Samarqandni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Samarqandni poytaxt etib tanlayman. Mana sayt kapital aytamiz. Mana kapital Samarqand bo'ldi. Hozirda aholimiz 1 million bo'ladi. Provinsiyamiz, ya'ni viloyatlarimiz 99 ta bo'ladi. To'g'ri, Turkiston Jumhuriyatidan hududimiz, geografik joylashuvimiz farq qilishi mumkin. Sababi agarda mana shunday kattaroq qilmaydigan bo'lsak, ertaga hozir bir sira vassallikni tashkil etib olgandan keyin buni eng katta minusi bor. O'shani aytib o'taman va ungacha sabr bilan kutishingizni tavsiya etib qolaman. Xo'sh, mana keyin mana e'tibor berayotgan joyimiz select vassal degan joyda ikkita yozuv chiqadi. Create a civilization yoki select civilization. Ya'ni nima degani? Create o'zingizga kerak bo'lgan istalgan turdagi bir davlat, ya'ni sivilizatsiyani o'zingiz qo'shishingiz mumkin deyapti. Yoki mavjud bo'lgan sivilizatsiyani davom ettirishingiz mumkin deyapti. Bizda Turkiston Jumhuriyati bor. Shuning uchun mavjudini davom ettirish uchun select civilization bosamiz hamda bu yerda bir dunyo davlatchalar chiqadi, balobatlar bo'ladi, lekin bizga kerakli bo'lgani Turkiston. Mana. Xo'p. Biz chiqish mumkin bo'ladi. Bizda mana Turkiston. Yaxshi Turkiston Respublikasi, ya'ni Sharqiy Turkiston hozirgi Xitoy nazorati ostida. Keyingisi Turkiston o'zi, keyingisi Turk xoqonligi, ya'ni Turk xonligi, keyingisi Turkmeniya, ya'ni Sovet ittifoqi tarkibidagi Turkmaniston, keyingisi hozirgi Turkmaniston, ya'ni turk asosi bo'yicha qidirdik hozir. Keyingisi Turks and Coastlans, ya'ni qandaydir bir yangi bir davlat, turkiy davlat hududi demoqchi bo'lyapti. Lekin bizga kerak bo'lgan mana bu Turkistonni bosamiz va o'yinni boshlaymiz. Ya'ni qarangizlar, realize vassal. To'g'ri, ingliz tilida
o'qilishlarda biroz muammo bo'lishi mumkin va bu uchun kerakli shaxslarni bilmadim, uzrimizni bildirib qo'yamiz va o'yinni boshlash uchun Release a Vassal o'yin tugmasini bosamiz va mana bu yerda Release a Vassalni aniq boshlamoqchimisiz deb qayta so'rayapti va biz yes, ya'ni ha degan ma'noni bildiramiz va mana ko'rib turishimiz mumkin bo'ladiki, diplomat yana mana Turkiston. Mana men hozirgina hozir emas, boyroq aytgan eng katta minusimiz hosil qilingan vassal, biz yasab o'yinni tashkil etgan vassallik hozirgi sobiq Sovet davlatining qaram davlatiga aylanib qoladi. Ya'ni vassal, chinakam vassalga aylanadi. Bundan chiqib ketish yo'llarini ham o'rgatish mumkin bo'ladiki, bu o'yinni keyingi videolarda davom ettiramiz. Bizda yangi obunachilarimiz ko'paymoqda, ya'ni yangicha turlarni hosil qilyapti. Biz aynan men boshlaganimdan so'ng anchagina ko'payib qoldi. Bu uchun barchaga rahmat va minnatdorchilik bildiramiz. Men bundan juda ham xursandman. Bizga obuna bo'lishingizni ham so'rab qolardik. Tezroq jonli efirlarni boshlashimiz uchun 50 ta deyapti va yana bir qancha shortslarni so'rayapti. Ularni ham ya'ni YouTube kompaniyasi so'ramoqda. Ularni ham tezroq bajargan holda jonli streamlarni ham boshlashga harakat qilaman. Barchangizga rahmat va keyingi videolarda bu Turkistonni, buyuk Turkiston sari harakatlantiramiz. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha.